Hozir soching qattiqlab o'zingni bizga soch o'stiradigan sprey tavsiya qilsam ishinglar mumkin deysizlar ham. Lekin o'zimni sochimni bilasizlar, mana shundoq edi. Hozir mashitdan mashitgacha tushgan. Ham uzun qalin sochlar yoqadi. O'shaning uchun mavitgacha bo'lsin. Sochim keyin qildirmayman kapsula. Sizga tavsiya beradigan Hairstone'ni spreyi. Har kuni sepiladi. Sochingizga maslaga bundan oldingi videoda ko'rsatdim. Sepasizlar и просто bundoq sindirib yuborasizlar. Ildiziga bo'l. 100% naturalniy organik produktlardan tayyorlangan. Foydasi borki bor, lekin zarari umuman yo'q. O'zim уже, наверное, 1 yilmi, bilmayman qancha bo'ldi. Ancha уже ishlatib qo'ydim. Menga zo'r yordam berdi. O'shaning uchun qo'rqmasdan har doim sizlarga reklama qilaman. Profillarni atmetka qilaman, o'sha yerdan olsanglar bo'ladi. Yana to'xtab turinglar. Nabori ham bor. Podarkaga olsanglar ham bo'ladi. Men endi tugamasdan oldin zakaz qilib olganman-da, chunki menda tez tugaydi sprey. Har kuni erinmasdan shu vanim yoniga qo'yib qo'yganman, sepib uxlab olaman. Sepganinglardan keyin umuman yuvib tashlashinglar shart emas. O'zini shampuni bor, soch maskasi bor, mana bunaqa tarog'ini solib berishadi. Mana shu spreyni обязательно olib ishlatinglar.